O'zbekiston bozorida 1 gram oltin narxi 1.958.000 so'mga yetdi. Qimmatbaho metalning joriy narxlari 1 yil oldingiga nisbatan qariyb 66% ga yuqori. O'zbekistonda 5 gram o'lchovli oltin quymasi ilk bor 2020-yilning noyabr oyida sotuvga chiqqanida 3.426.000 so'm bo'lgan bo'lsa, ayni paytda 9.793.000 so'm. 4 yil davomida narxlar 2.8 barobarga oshdi. Jahonda ham oltin narxi uzoq muddatli rekordlarni yangilashda davom etyapti. Ayni paytda oltinning 1 troy unsiyasi $5.000 yaqinlashdi. Narxlar rekord darajada oshishi federal zaxira tizimining foiz stavkalarini pasaytirishi mumkinligi haqidagi kutilmalar, AQShning Venesueladagi harakatlari va Grenlandiya ustidan nazorat o'rnatishga intilishi fonida yuz beryapti. Umuman olganda oltinning qimmat narxi O'zbekiston uchun juda ham foydali. Chunki mamlakatimizda yiliga 100 tonna oltin qazib olinadi va katta miqdorda eksport qilinadi.